Ofarin, rahmat ijro uchun. Juda ham zo'r. Navbatdagi mehmonlarimiz dasturlarini chiqishlarini boshlashdi va Qiziriq tuman 63-sonli Madaniyat markazi Qo'ng'irot folklor etnografik xalq dastasi, shuningdek Tamanno bolalar namunali raqs dastasi jamoasi, demak Shodmon Davlatov badiiy rahbar boshchiligida kelishgan va allaqachon siz ularni chiqishlarini tomosha qilishni boshladingiz. Xuddi shunday. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Yana bir bor assalomu alaykum. Sizlarni studiyamizda yana ko'rib turganimizdan xursandmiz. Biz albatta. Xo'p. Bugungi kunda Qo'ng'irot xalq etnografik ansambli deb aytadigan bo'lsak, jamoaning repertuarlarida qanaqa yangiliklar, jamoaning kayfiyati qanaqa bugungi kunda? Bugungi kunda albatta mana shu hozirgi zamonni yo'nalishi, yoshlarimizni yo'nalishiga qarab, biz hozirgi islohotlarga qarab biz shu Qo'ng'irot xalq dastasi bo'lsa ham, bizning yoshlarimiz katta bo'lsa ham, shu yoshlarni shijoatiga qarab bizni ular uyg'otib yuboryapti. Ular motivatsiya berib yuboryapti. Ikkinchidan bizda hozir davlatimiz mana shu har bir sohaga e'tiborda biz juda ham buni sezdik, ko'rdik. Bundan biz minnatdormiz. Avvalam sizlar bizlarni chaqirib, mana shu bir kamtarona bir talantimiz bormi, yo'qmi, buni yuzaga ko'rsatishlaringizni o'zi bizga motivatsiya beradi. Albatta. Endi bu dastani tashkil etilganiga necha yil bo'ldi? Bu dastani tashkil etilganida masalan men ishtirokchi bo'lganman, 13 yosh edim. Shu dastaga qatnashib boshlaganimda hozirgi aytgan shogirdimiz qatori bola edim. Buni tarixi endi 40 yildan nari. Demak, bu dastani bunday olganda mevasi sizsiz. Ha, men uchun meros. Bu dastani tuzganlar hammalari o'tib ketdi. Demak, ham suhbat, ham ijod baravariga ketaveradi. Shunday. Xo'p, hozir jamoani qaysi repertuarini tomosha qilish uchun taklif etamiz? Bizni qarang, bizni jamoani, bizni nima deydi, har bir ansamblda jamoani vizitni kartochkasi bor deydi. Tashrif qog'oziga tashrif qog'ozi bor deydi. Bizni tashrif qog'ozimizdan, o'sha dasturlarimizdan bizda otalar allasi bor. Otalar allasi, chunki buni biz kuylayverishimiz kerak, kuylayverishimiz. Sababi bu qo'shiq sifatida emas, bu niyatlar, duolar ilk bor o'sha go'dakka shu ota-onasini tilaklari, istaklari ma'noda bo'ladi. Ko'proq targ'ib qilishimiz kerak, yoshlarimiz ongiga singdirishimiz kerak. Nima uchun kerak bizga mana milliy qadriyatlarimiz? Shuning uchun kerakki, qo'shiqning nomini aytamiz. Nomi qo'shig'i Otalar allasi. Otalar allasi deb nomlanar ekan. Albatta, demak, jamoani taklif etaveramiz ayni damda. Jamoani taklif etamiz. Agar ketma-ketlik bo'lsa, izidan yana biz folklor dastalari bitta qo'shiq aytmaymizda, bitta narsani umumiy sahnalashtirilib postanovka qilamiz. Unday desalaringiz ham ketma-ketligi bilan ham ketaveramiz. Biz jonli efirlardamiz azizlar, jonli efirdamiz. Jonli efirlarimiz orqali tomosha qilyapsiz. Jamoalar boshlashdi chiqishlarini. Marhamat. Qarala qo'yim qovchini yo Ko'rdilaring va ovchini yo Tuyalarding o'rkachida Cho'pona jigit ko'chini aytilmagan dostonim yurtim bog'i bo'stonim Uyolar aytay bo'tamaya Sodiqlar bo'lsin vatanga
Juda ham chiroyli. Judayam chiroyli. Yiroqlashmaymiz. Navbatdagi taronalarni taqdim etib boraveramiz. Xo'p, hozir endi qaysi qo'shiqni eshitamiz? Hozir otalar yaqqu-yaqqudan ketamizmi? Bir o'yin bor. Yaqqu degan qo'shig'imiz yo'q bizda. Bizda mana shu qo'ng'irot degan qo'shiq yozganmiz. Ha, qo'ng'irot. Mana shu nima deydi? Bizda Surxondaryo viloyatimizda asosan bosim urug'i qo'ng'irot. Shu elat eding 10 ming uyli, har uyingda ming qo'yli. Bizda mana shu qo'ng'irot degan yangi qo'shiq bilan kelganmiz. Zo'r. Shuni Taqdim etasiz. Taqdim etamiz. Marhamat. Muxlislarimizga. Ajoyib. Marhamat chamay. Marhamat. Elat eding 10 ming uyli, har uyingda ming qo'yli. Elat eding 10 ming uyli, har uyingda ming qo'yli. Anfonlaring osmon bo'yli, tush davraga boy qo'ng'irot, tush davraga boy qo'ng'irot, tush davraga boy qo'ng'irot, tush davraga boy qo'ng'irot, 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 tush davraga boy qo'ng'irot, 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 tush davraga boy qo'ng'irot. Qadamdan tanga urding, shartingga tuya so'yindirding. Men qadamdan tanga urding, shartingga tuya so'yindirding. Allohni jondan to'ydirding, kel davraga el qo'ng'irot, haybatlaring sel qo'ng'irot. Kel davraga el qo'ng'irot, haybatlaring sel qo'ng'irot. Qo'ng'irot, qo'ng'irot, tush davraga boy qo'ng'irot. Qo'ng'irot, qo'ng'irot, tush davraga boy qo'ng'irot. Senga sodiq barchin qizing, maqal bo'lmish oqlari tuzing. Senga sodiq barchin qizing, maqal bo'lmish oqlari tuzing. Chaman bo'ldi bosgan izing, chaman bo'ldi bosgan izing. Tush davraga boy qo'ng'irot, tush davraga boy qo'ng'irot. Qo'ng'irot, qo'ng'irot, tush davraga boy qo'ng'irot. Qo'ng'irot, qo'ng'irot, tush davraga boy qo'ng'irot. Zo'r. Chiroyli tarona juda ham. Albatta, biz o'zimiz ko'rmayapmiz, ovozimiz eshitilyapti. Chamam, marhamat, siz chiqib olishingiz mumkin. Men jamoaga qo'shilib olaman-a. Jamoaga qo'shilib oling. Jamoaga chamanga joy yo'qmi? Bormi? Chaman ham Sizlarmi meni ham juda ham qiziqadi. chaman bo'ldi bosgan izing deb aytib o'tib ketdik-ku. shunday. Chaman endi nimadir eplamaydi bilmadimi, lekin yaxshigina qovun tushiradi. Qovun mavsumida tushirib beraveradi sizlarga bitta-bittadan. Shuni sizlar qiziq bo'ladi. Xo'p, ro'mol qiyshayib qo'ygan ham chaman, bir nima tushib qo'ygan ham chaman bo'lib qolmasligi uchun ham jamoada chaman siz buyoqqa o'tib turganingiz ham durustroq qaysidir ma'noda. Yana qaysi qo'shiqni eshitamiz? Biz yana qo'shiqlarimiz bor, aytishuvlarimiz bor. O'sha Davombiyning avlodidan so'zlayin. Bizda tariximizga oid so'zlar. Asosan biz mana shu qo'ng'irot temasi, urf odatlarini, uning marosimlarini kuylaydigan xalq jamoamiz. Zo'r. Nafas alpomish hayotini aks ettirib turibdi-da. O'shanda Hozir tarixga qaytganday bo'lyapti. Shunday. So'zlar ham jozibador. Marhamat, davom etamiz. Davombiyning avlodidan so'zlayin. Shogirdlarimiz ijro etadi. Marhamat.
Hayga qilib o'zdirgan Aychilarning qanotini cho'zdirgan Dushmanlarning ko'zdan yoshin qizdirgan Olqamishning avlodidan so'zlayin Dushmanlarning ko'zdan yoshin qizdirgan Alpamishning avlodidan so'zlayin Alpamishning avlodidan so'zlayin oylar o'tdi, yillar o'tdi, qancha suvlar loylandi Qo'ng'irotni urf-odati shu tarixga joylandi Yana jurt deb kuylayotgan opa bilan chechalar Meni elimning tarifidan so'zlayin Tarifingni qayta kuylayin Tarifingni qayta kuylayin Juda chiroyli. Yurakka yaqin bo'lgan qo'shiqlar, Albatta, jumlalar, hayyara albatta, chaman. degan so'zni o'zi qancha odamni Ha. Surxondaryodan ekanligini anglatib turadi-da, qarang. Albatta, yana tamanno bolalar raqs jamoasi dedingizmi? Ular ham qarang hayyara deb tayyor turishibdi. Ha, bolajonlarimiz ham, qizlarimiz ham tayyor bo'lib turishibdi. Ularni ham bir-biridan ajoyib chiqishlari bor. Hozir ularga navbat bersak-chi? Bo'ladi. Bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Ular bilan aslida biz bitta jamoamiz. Ha. Bularni o'stirib kelyapmiz. Ha. Bularga O'rgatib ham kelyapsiz. o'rgatib kelyapmiz. Qoyil. Albatta. Ular navnihollar haqiqatan ham juda zo'r gapni aytdingiz. Men 13 yoshda edim. Qarang, bugun endi badiiy rahbar darajasiga chiqib boryaptilar. Demak, mana O'rgatib shu kelyaptilar o'zi. aytamanki, mana shu ulkan bog'ning mevasi deb bejizga o'xshatmadik. Kelinglar, tamannochi qizlarimiz. Marhamat. Marhamat, sahna sizlar uchun. Bizni qadrli muxlislarimizga mana shunday milliy qo'shiqlar, raqslar. Shu qizlarni manzur tanidingizmi, kelyapti yo'qmi? degan umiddamiz. Shu qizlarni tanidingizmi? Men 5-6 tasini tanidim-da. Qiziriq tumanida o'tayotgan Navro'z sayillari bo'ladimi, mustaqillik bayramlari bo'ladimi, shu davlat tadbirlari bo'ladimi, shu qizlar tinim bilmaydi, bilasizmi? Albatta. Xizmat qilishadi. Doim shu davlat tadbirlarini bir chiroyli o'tkazishda mana shu qizlarimizni o'rni katta. Demak, bolalikdan qarang, o'sha madaniyatimizni, san'atimizni O'z rivojlantirishga hududining madaniyatini. hissa qo'shishyapti. Marhamat demak. Marhamat. Sahna sizlar. Ololmaysan haqqi, jaqir juqur jaqqi Ololmasang haqqi, jaqir juqur jaqqi Ololmasang do'ppi, yigit emas po'kka Ololmasang do'ppi, yigit emas po'kka Turishing so'z oyoqni yoz, haqqini bos yigitga xos Turishing so'z oyoqni yoz, haqqini bos yigitga xos O'zbek yo'li haqing bo'lsin, yigitga xos shafting bo'lsin O'zbek yo'li haqing bo'lsin, yigitga xos shafting bo'lsin Havas qilar baxting bo'lsin, osmon o'par taxting bo'lsin Havas qilar baxting bo'lsin, osmon o'par taxting bo'lsin Ololmaysan haqqi, jaqir juqur jaqqi Ololmaysan haqqi, jaqir juqur jaqqi Ololmasang do'ppi, yigit emas po'kka Ololmasang do'ppi, yigit emas po'kka Zo'r. Kim oladi-yo shu gunani-yoni Surxondaryocha varianti ekan. Shunaqa bo'ldi-ya menimcha. Ha, bu o'zi asli o'yinda oti jaqqi degan o'yin. Jaqqi. Ha.
jaqi Milliy degan raqsimiz. ha Milliy raqsimiz. ha mana shu xalq o'yinlarimizga qo'shiq kiradi bu ham. xalq o'yinlaridan biri. Xalq o'yinlar. O'zi mana Surxondaryoni nomlari borda, raqsini nomlari bor, hududni nomlari bor, ismlar. Jlashish Surxondaryoga xossa jaqqi deymiz. Shuni keyinchalik yaqqiga o'zgartirmaslik kerak chaman. Chunki bu milliy kolorit, milliy nafas unda saqlanib qolish kerak-da. Yaqqi desa u qayerniki, jaqqi desa birdan Surxondaryoligi tushunib turadi-da. Ya'ni aniqroq boradi. Deylik Alpomishdagi Yortiboy deb aytib ketishgan Jortiboy deyilganda, jiligicha qolsin deyish to'g'ri bugungi kunda-da. Demak, yana qanaqa repertuarimiz bor? Bizda biz o'zi hozirgi qo'ng'irot qo'shig'imiz ham bu nima deydi? Premyera deydi-ku. Premyera, haqiqatan. Shunaqa edi. Qaysidir ma'noda sizlar ham bizga motivatsiya beryapsizlar-da. Yangi narsa ko'tarib boraylik, qiziqarli narsa degan maqsadda biz dastamiz bilan kelganmiz. Hozirgi qo'shig'imiz ham hali hech qayerda aytilmagan qo'shiq. Mana shu ilk marotaba Surxondaryo telekanalida namoyish etilgan. ana shunday. Mana aylanayin sarvi bo'yingdan, bugun to'yingdan, aziz yoshingdan qo'shxonang deydi. Bizda bu qadimiy so'z qo'shxona o'sha vatan atrofi o'z qo'shxona bo'ladi-da. Butun dunyo ziyorat qilar bugun sening boshqanangdan degan qo'shig'imiz bor. Sardorjon shogirdimiz bilan yozdirdik yaqinda. Mana shuni premyera qilib beramiz. ilk marotaba Qoyil, namoyish barakalla. etiladi. Demak, Sardorjon marhamat badiiy maydonimizni taklif etamiz. Marhamat. Polvonlar eli Alpomiz suygan, oybarchin kulgan, yana jurtun qo'shqanangdan, 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 qo'shqanangdan oylanayinda sarvi bo'yingdan, bugun to'yingdan, aziz yoshingdan, yoshqanangdan, yoshqanangdan, yoshqanangdan oylanayinda sarvi bo'yingdan, bugun to'yingdan, aziz yoshingdan, yoshqanangdan, 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 yoshqanangdan butun dunyo ziyorat qilar bugun sening boshqanangdan, 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 boshqanangdan. Yoshqanangdan, 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 yoshqanangdan butun dunyo ziyorat qilar bugun sening boshqanangdan, 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 boshqanangdan. Farzandlaring dovrug'ingga yer yuziga taratgan, qancha shoir baxshilaring kuy qo'shiqlari jaratgan. Baxshilaring kuy qo'shiqlari jaratgan, oylanayinda sarvi bo'yingdan, bugun to'yingdan, aziz yoshingdan, yoshqanangdan, 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 yoshqanangdan butun dunyo ziyorat qilar bugun sening boshqanangdan, 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 boshqanangdan. Haqiqatdan ham yaxshi niyatlar bildirilgan qo'shiq ekan-a. Juda chiroyli bo'pti, so'zlari ham zo'r. Mana shu qo'shiqni yaratishga, matnini tayyorlashga deymizmi, qancha vaqt ketadi o'zi umuman? Endi o'zi asli qo'shiqlar u bir tez bitadigan narsa emas. To'g'ri. Ijodkor ijod chiqarishga juda ham qo'rqadi. Men juda ham qo'rqaman masalan. Shunday ijodlarimiz bor, hali o'sha momolarimizdan eshitgan narsalarimiz bor, ikkilanish bo'ladi-da. Bu qo'shiqlarni endi bizni xayolimizga kelib o'zimiz xirgoyi qilgan yurganimizga masalan kamida bir 7-8 yil bo'ldi.
endi chiqarib mana shu bu qo'shiqdagi so'zlar to'g'ri kelyapti, bugungi kundagi o'sha narsaga to'g'ri kelyapti. Shunday chiqarib Yangi O'zbekistonimizga mos. ha, deb, kelyapti. Haqiqatan butun dunyo ziyorat qilyapti O'zbekistonda. Butun dunyo tan olyapti bugun mana O'zbekistonni. To'g'rimi? Faxrlansak Mana arziydi, shunday erta shu tongdan. qo'shxonamiz bizni. Albatta. Qo'ng'iroqchasiga aytganda qo'shxonamiz. Xuddi shunday. Bu shunchaki aytilayotgan so'zlar emas. Mana shu so'zlarni tag zamirida aslida vatanga bo'lgan muhabbat, vatanparvarlik tuyg'ulari yotadi-da. Bugun siz yoshlarimizga ayni mana shunday muqaddas tuyg'ularni singdirishga harakat qilyapsiz. Bu katta narsa aslida, e'tirof etishimiz kerak. Menimcha bizni muxlislarimiz ham sizni mehnatingizni ko'rib, olqishlab turgan bo'lishlari tabiiy albatta. Albatta. Bugun tashrif uchun, ajoyib ijrolar uchun va jamoaning yangi taronalar uchun, muxlislar uchun taqdim etgan yangi taronalar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Keling kun tilaklariga o'tsak chama. Albatta, sizni kun tilaklaringiz Sizlarni bo'lsa- qo'yib yuborgimiz kelmayapti, Lekin lekin vaqt bor. Vaqt. Avvalom sizlarga ming rahmat. Mana shu davlatimizga rahmat. Har bitta joyda mana shu ommaviy axborot borki, sizlar hech qachon hech kimni nazardan chetda qoldirmaysizlar. Albatta. Bu sizlarni ilmlaringizga, saviyalaringizga biz tasannolar aytib qolamiz. Chunki biz bu ko'rsatuvni har kuni biz kuzatamiz. Rahmat. Hattoki qishloqda umuman mashina borolmaydigan joylardan ham biz ma'lumot olyapmiz. U yerda san'at, u yerda taraqqiyot, u yerda bilim rivojlanayotganligini biz ko'rib, undan xursand bo'lyapmiz. Biz kun tilagimiz shuki, inshaalloh bu yo'nalish, bu harakatlarimiz hech qachon susayib qolmasin. Inshaalloh mana shu go'daklar ham, mana shu bolalarimiz ham kelajakda butun dunyoga jar soladigan O'zbekiston desa, mana shu o'zbekni qizlari deb bularni Tan turishidan odamlar tanishligini istayman. Har bir xonadonga omad tilayman. Rahmat. Milliyligimizga, mana shunday go'zal qadriyatlarimizga, an'analarimizga aslo ko'z tegmasin degim keldi bugun. Albatta. Faxrlandim. Demak, qadrli teletomoshabinlar, studiyamizda Qiziriq tumanidagi Qo'ng'irot xalq etnografik ansambli jamoasi, Tamanno bolalar jamoasi, ijodkor insonlar mehmon bo'lishdi. Repertuarlarni kuzatdingiz. Haqiqatdan ham xalqimiz uzoq ming yilliklardan beri mana shu boqiy san'atini, folklor ijod namunalarini saqlab kelyapti. Folklorni o'zi xalq donishmandligi deganida, so'zlar donishmandlarga xos bir ibrat, maslahat, duolar bilan, tilaklar bilan bir yo'g'rilganda bu zo'r. Bu nima uchun targ'ib qilinyapti? Demak, bugun buning o'sha go'zal xislati borligi uchun menimcha chaman, to'g'rimi? Albatta, tagida bir katta hikmat bor. Xalqimizga xos bo'lgan ezgulik, yaxshilik, umuman vatanparvarlik, bag'ri kenglik kabi muqaddas tuyg'ularimiz jo'sh urib turadi azizlar. Bugun Juma milliy liboslar kunida biz ayni mana shunday qadriyatlarimizni yana bir bor tarannum etdik. Umid qilamizki, dasturimiz sizga manzur bo'ldi. Albatta. Demak, qadrli teletomoshabinlar, yana Surxondaryo telekanalida Munavvar kun musiqiy dam olish dasturida ko'rishguncha salomat bo'ling. Omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr.